Salam dostlar, ben Mahmudcan Hücumit var. Şiir arqılıq yürekdeki pakiz hissiyatlarını, hayat hakikatlerini ifadeleş mening burchum ve intilishim. Bu qitim men yozgan Qulub temasidagi bu şiir muzikant do'stim Turabjon Hofizning ahongi silishi bilan korxona va san'at sohasida o'xshashli izlanguchi Ablatmijid Talba akamning aytishi bilan tarmoqchi bo'libdi. Men bu şiirning avtori bo'lish sifatim bilan hammalar qizg'in salom yo'llayman. O'zining qalbiga agashgan barliq yaxshilarga salom yo'llayman. Ablatmijid Talba akam mayli iliklar sohasida, mayli san'at sohasida tirishib o'zining izlarini qoldirayotgan, yorqin bir hayot sahifasini yaratayotgan yaxshi akamiz, izlanguchi. Men mushu Qulub temasidagi naqshining tarqalishi munosabati bilan Ablatmijid Talba akaning barliq yaxshi ishlarining texmi yaxshi bo'lib ketishini tilayman. Salomat bo'lsin, san'at va tijorat sohasidagi barliq qadamlari utuqli bo'lsin. Rahmat. Yaxshimsizlar do'stlar. Kamina Turabjon Hofizdan hammalarga salom. Yaqinda Xinjiang Talba kasbiy texnik tarbiyalash maktabining quruvchisi, tirishchan yosh xush ovoz naqshchi Ablatmijid Talba afandimning talabiga asosan talantli yosh shoirimiz Mahmudjon Xo'ja Umidvorning tekstiga ishlangan Qulub temasidagi ijodiyatning akkordlashtirish, suratga olish xizmatlari tamomlanib, Ablatmijid Talba afandimning xush ovozi bilan mushu ayning 20 kuni barliq nupuzliq taratqularda tarqitilish oldida turibdi. Asosan hammamizga ma'lum, Ablatmijid Talba afandimning ilgari aytib tarqatgan naqshlarda mayli tekst tanlash jihatlarida bo'lsin va yoki akkordlashtirish, ko'rinishga olish xizmatlari jihatdan bo'lsin, o'zining xosligini namoyon qilishda alayt kuch chiqarganlik uchun bu naqshlar tarqalgandan keyin ting'isharmanlarning ma'naviyatiga zo'q bag'ishlab, anglag'uvchilarning ko'nglini o'ziga moyil qilib kelayotgan. Shunga bu qitimmi bu naqshini ishlash jihatda mayli tekst tanlash jihatdan bo'lsin yoki ahongini ishlash jihatda bo'lsin, Ablatmijid Talba afandimning ilgirki aytgan naqshlarni ko'p anglash, ovoz doirasini bekitish jihatlarda Ablatmijid afandimning o'ziniki xosligini o'rinlash jihatidagi o'zgachilik alayidligini markaz qilib ishlardi. Qulub oshiq ma'shuqlar o'rtasidagi samimiy sadoqatmanlikka, chin do'stlar o'rtasidagi uzilmas rishtaga, qarindoshlar o'rtasidagi mehr vafoga simvol qilingan. Bu naqsh tarqalgandan keyin barliq anglovchilar yoqtirib anglaydigan chiroyli bir kuyga aylanishiga chin ko'ngildan tilaklish bildiraman ham ishinaman. Salam do'stlar, naqshi muzikant ijodchi do'stlar, samiyat kundan hammalarga o'tliq salomlar olsun. Mushu ayning 20 kuni tarqatilgan Ablatmijid Talbaning Qulub temasidagi eng yeni kuyiniki tarqatilish oldida turganligini qizg'in tabriklayman. Bu muzikaniki muzika akkordlashtirish, unga elish, uningki unumlash xizmatlarini men o'z ustimga oldim. Mayli bu naqshniki tem tanlash jihatdan bo'lsin yoki akkordlashtirish yoki ablatlarni o'rinlash jihatdan bo'lsa, har qaysi jihatlarni atrofliq bir o'rlashtirilganligi uchun mening cho'g'anda bu naqsha intayin go'zal bir asar bo'lib chiqdi deb o'ylayman. Albatta ablatlarning bundan keyingi ishlarga muvaffaqiyat tilayman, san'at hayotiga texnik go'zal muvaffaqiyatlar natijalarni tilayman. Muborak bo'lsin. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Rishad Mediadan hammalarga ortiq salomlar bo'lsin. Biz Rishad Media film ishlash guruhimiz bu qitim yosh talantli naqshchi, yosh korxonachi, shunaqla Xinjiang Talba kasbiy tarbiyalash maktabining quruvchisi Ablatmijid Talba akamiz ijrosidagi Qulub nomli eng yangi ijodiy naqshini suratga tamomladik. Ablat akam o'zi mayli turmushda bo'lsin, mayli kasbda bo'lsin, nayt oq ko'ngil, mas'uliyatchan, nayt yaxshi bir akamiz deb o'ylayman. Ablat akamning bundan burunqi har bir naqshida odamga bir zo'q ato qiladigan sehriy kuch bor. Shundaqla bu qitimki Qulub nomli naqshida bu oldin qitim naqshlariga o'xshash odamga zo'q ato qiladigan bir xil sehriy kuch, shundaqla xushimg'am bir melodiyalar bor deb o'ylayman. Rishad Media film ishlash guruhimiz bu qitimli suratli naqsh ishlash jarayonida az bo'lmagan tirishchiliklarni ko'rsatdi deb o'ylayman.
Cümleden araq septiki operator, çırağıcı, girimçek, şunaqla rol çıqqan barcha aktyorlar az bo'lmagan jafolarni tatdi. Shunaqla avlatganma boshdan oxiri biz bilan birga mayli sirt ko'rinish oladi, mayli o'yin ko'rinish oladi. Biz bilan tang birga turib bizga madad berib filmning yaxshi chiqishi uchun bizga tang emdamdi bo'ldi. Avlatga sizmi ko'p jafolarni tatdingiz. Bundan keyingi kasbiy hayotingiz shunaqla bundan keyingi ishlaringiz texnik o'ngishli to'liq bo'lsin. Bu naqshimiz 1-20 kuni barcha nopuzliq taraflarda bir tutash tarqalmoqchi. Barcha to'rdoshlarning yoqtirib ko'rishini, yoqtirib anglashini, shunaqla qimmatli taklif fikrlarini oymay berishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Yaxshimisizlar aziz do'stlar, men Abdullatimizga tilbarni sizlarga salomlar bo'lsin. Biz bir necha oy jafo tortish jarayonida o'zimizning eng yangi ijodiyati Qulup nomli bir suratlik naqshni sizlarga taqdim qilish oldida turibmiz. Bu naqsha tayyor bo'ldi. Shuna bu naqshga qatnashgan Mahmudjon Umidvorov inimiz xalq tunilgan yaxshi shoir mush ilimga oldi bilan rahmat aytaman. Shunaqla Turobjon ijodiyatchisi shu naqshning ijodiyatchisi Turobjonga alohida rahmat aytaman. Rahmat. Shunaqla Abdusami Erkin ko'pcha badatda muzikasini akkordlashtirib, uning elib oxirgi ovoz unumlarini tanishib muzikaning yaxshi sifatli chiqishiga asos yapadi. Shunaqla o'zimning eng yaqin inisi Rishad Mediyaga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mushu MTV'ninki kitobini, dovyarligini, mushu artist tanlash, hammamizga ma'lum mushu Urumchining hozirgi vaqti intayin so'g'ib, mushu mezgilda so'g'oqni demay, vaqtida tomoq yeyolmay, shu artist bolalarga ko'p mushaqqatlar shunga Rishad Mediyaga alohida rahmat aytaman. Shunaqla mushu naqsham orqali men uzun umrsi sizlarga yangi ijodiy naqsha sunib turgan bo'lsam, biroq men suratlik naqsh sunamagan. Shunga mush munosabat bilan mushu Qulup nomli ijodiy naqshamni keng to'rdoshlarniki yoqtirib ko'rishni shunaqla men Abdullatimizga tilbarni unutib qolmasligimni